أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana 3-4 kun bo'lib qoldi. Men hech ham o'zimni tuta olmayapman. Musibatli kunlarni ko'p ko'rganman. Xo'rlik o'tgan kunlarni ko'rganman. Janozalarni o'qiganmiz. Yor birodarlardan judo bo'lganmiz. Lekin bunchalik tushkunlikka tushmagan edim. Odamlarni o'zim sabrga chaqiraman. Sabrli bo'lish, musibatga sabr qilishga ko'p da'vat qilaman. Lekin 16-dekabr kuni Moskva viloyatining Adinsova shahrida bo'lib o'tgan mudhish voqea, gunohlardan pok bo'lgan bir mushtipar onani otasiz katta qilayotgan farzandi, musofirchilikda qiyinliklarga chidab sabr qilib farzand katta qilayotgan onani farzandi, ya'ni biz Adash akammiz, Qobiljon akam ismlari, shu bolamizni vahshiylarcha pichoqlanganligi, o'ldirilganligi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatildi, janozalari ko'rsatildi. Yer osmon yig'ladi, butun dunyo yig'ladi. Ha arab bo'lsin, ha ajam bo'lsin, ha musulmon bo'lsin, ha g'ayri din bo'lsin. Odamlar chidolmadi bu musibatni ko'rib, onani dardini ko'rib chidolganimiz yo'q. Jumladan men o'zimni ham to'xtata olmadim. Ko'p yig'ladim. Musibat og'ir bo'ldi. Men o'zim odamlarni sabrga chaqirganman. Lekin o'sha kundagi bo'lgan voqea, bola jon berayotgan paytda otasining nomini tilga olib, dada deb jon berganligi, dunyodan o'tib ketgan otasi ko'ziga ko'rindi. Oxirgi daqiqalarda najot kutgandek, bir insondan yordam kutgandek, onasi farrosh bo'lib shu maktabda ishlar ekanlar. O'zini onasi yugan zinalarda jon bergan, onasi yugan zinalarga qoni to'kilgan Qobiljonni o'limini vahshiylarcha bir iflos tomonidan, millatchi tomonidan o'ldirilganligini ko'rgandan keyin chidolmay qoldim. Butun tojik xalqiga, xususan shu farzandni bag'rida ko'tarib, sinasini buloq qilib emizgan onalarga biz o'zimizni ta'ziyamizni izhor qilamiz.
o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz degan gap yo'q. Hammamiz bir tan, bir jon, dindosh, bir otani, bir onani farzandlari bo'lgandek holatda katta bo'ldik. Bu musibat bitta Qobiljonning oilasini musibati emas. Bu musibat faqat tojik millatini, tojik xalqini musibati emas. Jumladan bizni o'zbek xalqini ham musibati. Men nima deyman? Endi Alloh kifoya qilsin. Biz ahli ilmlar millatlarning o'rtasida janjal, fitna, fasod bo'lmasin deb odamlarni yaxshilikka chaqirganmiz. Bu millatchilikning orqasidan qon to'kilgan joylari bo'lgan. Millatchilikning orqasidan ikki millatning boshiga fojia, musibatlar tushgan kunlarni ko'rganmiz. O'sha bolani, shunda begunoh bir farzandni o'ldirgan, o'zi ham o'spirin bir yigit ekan, Timofey degan nomli bola ekan. Unga ham Xudo xolisa Allohning jazosi bo'ladigan intiqom muqarrar. Albatta qilingan gunoh borki, jazosiz qolmaydi. Hech kimga bir zulm qilmagan, na tilidan, na qo'lidan bir insonga yomonlik yetmagan, erta ota mehridan judo bo'lib, mushtipar bir onani qo'lida tarbiya topayotgan bir insonni farzandini o'limi undan oqqan qon hali qo'ymaydi. Men nima deyman, o'zimga o'zim sig'mayotganligim uchun bugun shu suhbatni qilishga majbur bo'ldim. Ijtimoiy tarmoqda bir narsani o'qib qoldik. Shunda boshinglarga musibat tushsa, bir narsadan qattiq ezilsanglar, xafa bo'lsanglar, o'qinglar deyilgan matnlarni o'qidim. Nima ekan deb qarasam, shunda yozilibdi. Ko'ringlar, sizlarga ibrat bo'lsin. Oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam dek zotan farzand dog'ini boshdan kechirdilar. 7 farzandni Alloh bergan bo'lsa, bu farzandlarning hammasini janozasini o'qib qabrga qo'ydilar, magaramki bitta Hazrati Fatima onamiz otalarining vafotlaridan keyin 6 oydan keyin vafot qilgan ekanlar. Jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ham boshlariga shunaqangi musibatlik og'ir kunlar, farzand dog'idek, farzanddan judo bo'lishdek og'ir sinovlar tushgan ekan. Payg'ambarlarning boshidan o'tgan bu sinovlar, sahobalarning boshidan o'tgan bu sinov. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, bir ona go'dak bolani ko'tarib Rasulullohning huzurlariga keldilar. Allohning Rasuli, shu bolamni haqqiga duo qiling. Men bundan oldin 3 ta farzandimni qabrga qo'ydim. 3 ta farzandni tug'ib, uni musibatini ko'tardim. Endi shu bolamni haqqiga duo qiling, bu o'lmasin deganlarda Rasululloh aytdilarki, 3 ta farzandni qabrga qo'ygan bo'lsang, seni do'zaxdan banan qo'rg'onlar bilan o'rab himoya qiladigan bo'pti. Shu o'tgan farzandlaring senga shafoatchi, qo'lingdan yetaklab jannatga olib kiradi dedilar. Yana kitoblarimizda zikr qilinadiki, qaysiki bir bandani bolasini jonini Hazrati Azroil alayhissalom olsalar, qaysiki bir bandani boshiga bu musibat kelsa, Alloh so'rar ekan, bandamni bolasini jonini oldingmi? Bandangni bolasini jonini oldim. Qalbini mevasini oldingmi? Qalbini mevasini oldim. Ko'zini nurini oldingmi? Ko'zini nurini oldim. Bandam nima dedi? Bandang musibatingga sabr qildi, istirjo etdi. Ya'ni inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohnikimiz, Allohga qaytguvchimiz degan mazmunda istirjo etamiz. Endi farzandni bag'rida ko'tarish o'zi bir mashaqqat.
Bolani tug'ish mashaqqat, o'limni bo'yniga olib ona farzand tug'adi. Ota qilolmagan 3 ta xizmatni ona qiladi. 9 oy bag'rida ko'tarish, to'lg'oq azoblarni boshdan kechirish bu onani boshidan o'tar ekan. Ikkinchisi bola tug'ish o'lim bilan barobar. O'ng tomonda hayot, chap tomonda mamot. Farzand tug'ib bolasini didorini ko'rmasdan o'lgan onalar bor. Farzand tug'ib biron marotaba emizolmagan, omonat topshirgan onalar bor. Farzand tug'ib qayta o'rnidan turmagan, oyog'i bilan to'g'ri xonaga borib, o'limi, ya'ni tobutda qaytgan onalar bor. O'limni bo'yniga oladigan ona bu mashaqqat. Farzandni yoshi katta bo'lgunga qadar uni hasratida bellari bukilib, sochlari oqarishi ona uchun mashaqqat. Bolasi katta bo'lib ko'zga ko'rinib qolganda, bolasidan judo bo'lib uni qabrga qo'yish yana musibat. Rasulullohdan hadis borki, musibat bu musibat emas, musibatga sabr qila olmaslik musibat degan ekanlar. Shuning uchun butun tojik millatiga, dindosh birodarlarimizga qolaversa shu omonatni topshirgan haqiqiy jannati bo'ldi bu bolamiz, shahidlar maqomini topdi. Hali aytganimizdek, onalari o'zlari yugan zinalardan omonatni topshirdi. Qoni shu begona yurtda, begona joylarda to'kildi. Bu bolamizni Alloh rahmat qilsin. Jannatda ota-onasini qo'lidan yetaklab jannatga olib kiradigan, shafoatchi bo'ladigan farzandi solihlardan bo'lsin. Bu musibatning orqasidan Alloh yaxshi kunlarni ham ato etsin. Jumladan musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimizni, ho tojik bo'lsin, ho o'zbek bo'lsin, ho qozoq, qirg'iz bo'lsin, millatidan qat'iy nazar birodarlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim, hammalarini men Allohga topshirdim. Alloh o'zi panohida asrasin. Ona vatan tuprog'iga sog' salomat kelib, farzandlarni rohatda ko'rishni Alloh nasib etsin. Bunaqa musibatli kunlar bo'lmagan. Ulug' vatan urushi yillari ho O'zbekiston bo'lsin, ho Tojikiston bo'lsin, minglab bolalarni bag'riga olgan, o'zi yerda yotsa ham joyini, to'rini shularga bo'shatib, bir-biridan nonni billa baham ko'rib, bir magizni billa bo'lib, og'ir musibatli kunlar bo'lsa ham, o'zini qorni to'ymasa ham, lekin o'zga yurtdan kelgan jabrdiyda insonlarni ko'zidan yoshini oqizmagan millat bo'lganligi uchun ham, saxovatlik millat bo'lganligi uchun ham, ehsonli xalq bo'lganligi uchun ham Alloh ko'p balolarni qaytarib o'tdi. Vaqtinchalik bu kunlar ham o'tib ketar. Musofirda yurganlar yana o'zini vataniga qaytar. Oqqan daryolar oqadi. Qo'ldan kelgancha rahbarlar harakat qilishyapti. O'zimizni yurtimizda, o'zimizni osmonimiz musaffo, osmonimizni tegida shu yurtda xizmat qilib, shu yurtda farzandlarni kamolga yetkazadigan, Xudodan so'raganlari ijobat bo'ladigan kunlar yaqin qoldi. Ilohim Alloh sizlarni o'z panohida asrasin. Yana bir bor meni ta'ziyamni qabul qilsin. Bu bolamizning onalari, butun tojik xalqi, yor birodar, dindosh birodarlarim. Musibat emas, musibatga sabr qila olmaslik musibat. Jannatul ma'voda Qobiljon bolamiz bilan didorni Alloh nasib etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kamoli ehtirom bilan Toshkent shahridan Qobiljon qori Odiljon o'g'li. Погодите, мы тут не договорили. Слушай, майор, может, ты не в курсе, но когда во время войны к ним в Ташкент в эвакуацию, таких, как твоя бабушка или моя мама, тысячами привозили,
Так они, чурки эти, сами на голой земле спали. А единственный топчан с единственной простыней русским бабам и их деткам отдавали. Так что мы с ними, с чурками этими, сначала войну выиграли, а потом Россию восстановили. Понял? И рот вымой и не открывай, а то воняет. Ну все, ведите меня.